Hammaga assalomu alaykum. Ismim Nurmuhammad. Bugun sizlar bilan Istanbul Kent universiteti haqida gaplashamiz. Istanbul Kent universiteti 2016-yilda tashkil etilgan va Turkiyaning vakif universitetlari qatoriga kiritilgan. Istanbul Kent universitetining ikkita kampusi bor. Ikkalasi ham Istanbulni Yevropa tomonida joylashgan va shahar sentriga juda ham yaqin. Ya'ni sizlar bilgan o'sha Istanbulning dengizlari, chiroyli ko'chalari va takoy manzarali joylariga peshkom 15-20 minut ichida aylanib chiqsanglar bo'ladi. Bu universitet sizlarga ikkita diplom beradi. Bittasi xalqaro diplom bo'lsa, ikkinchisi Mavi diplomi. Mavi diplomi degani bu Yevropani o'ziga kontiratsiya qiladigan diplom, ya'ni Fransiya, Italiya, Germaniyada o'qishni bitirsangiz, xuddi shunaqa diplom olasiz. Bilasizlar, bu Yevropa davlatlarida juda ham qimmat turadi. Kontraktlari 20 ming, 10 ming, 30 ming dollar atrofida. Bizning institutimizda ancha arzon, lekin diplom baribir bir xil. Bundan tashqari yana bitta xalqaro diplom olasizlar. Xalqaro diplom bemalol dunyoning любой davlatiga o'tadi. Ichida O'zbekiston ham, AQSh davlatlari ham, любой davlatga borib bemalol shu diplom bilan ishlasanglar bo'ladi. Bu universitetimizning yana bitta afzalligi bu Erasmus va Work and Travel programmalari bo'ladi. Erasmus bu nima degani? Bu bizning institutimizda boshqa davlatdagi universitetlar bilan kontrakti bor. Ya'ni o'quv paytida, o'qiyotgan paytingizda 6 oyga yoki Germaniya yoki Fransiya, Yevropaning boshqa davlatlariga borib 6 oy u yoqda qaytib kelib o'qishingizni bu yoqda Turkiyada davom ettirsangiz bo'ladi. Bu sizlarning eksperiyensingizga, sizlarning ta'limingizga juda ham katta rol o'ynaydi va juda ham foyda beradi degan umiddaman. Endi ta'lim sifati haqida gaplashamiz. Turkiyada Kent universitetida haftada 2 marta dars bo'ladi, ya'ni 2 kun. Bundan tashqari ikkinchi kunliklarni agar xohlasanglar onlayn formatga o'tkazib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bundan birinchi plus, eng katta plusi bu bemalol ishlasanglar bo'ladi degani. Haftada bir marta обязательно universitet darsiga kirib o'tsanglar, kifoya, qolgan vaqtinglarni ishlasanglar bo'ladi. Agarda shu bir marta ham agar bora olmay qolsanglar, MB qo'yib, sizlarni yugurtirib, imtihon kirgizmasdan unaqa narsalar yo'q. Bemalol o'qib yursanglar bo'ladi. Agar bahoylar yomon bo'lsa, bu yoqda ham sizlarni ikkinchi yilga qoldirib, boshqa qilish narsalar yo'q. Hammasini ikkinchi yilga keyingi kursinglarda o'sha qoldirib ketgan darslarni qo'shib berishadi. Yana bir marta o'sha kursni o'tib olasizlar. Endi alohida ish bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, Turkiyada bemalol o'qib ishlashga ruxsat bor. Ya'ni eng kam ish haqi Turkiyada hozir chet elliklar uchun 8 dollar. Bu turk tilini bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Kamida 8 dollardan boshlanadi. Bizning studentlar обязательно Turkiyaga borgandan keyin 80-90% hammasi ishlashadi. O'zbek tili, turk tili, rus tili, ingliz tili, shu tillardan bittasini bilsanglar, bemalol mehmonxonaga o'xshagan toza, osoyishta va yaxshi ishlarga kirib, bemalol 1,5-2 ming dollargacha bir oyda pul topsanglar bo'ladi. Agar Turkiyada kamida 8 dollar oylik beradi, demak bir oyda примерно 8 dollar shunga yarasha pul ham ketsa kerak deb o'ylasanglar, adashasizlar. Turkiyada yaxshi uyda yashayman desanglar, примерно 150 dollar pul turadi bir oyga. Uning ichida kommunalka, svet, gazinglar hammasi ichida bo'ladi. Undan tashqari, sizlar как student bo'lganinglar uchun Turkiyada любой sohada, hamma joyda sizlar uchun katta-katta chegirmalar amal qiladi. Bu transportda, metroda, kafelarda yoki bu joyga sayohatga chiqqaningizda juda ham asqotadi. Ya'ni bir oyda o'rtacha 300 dan 400 dollargacha rasxod ketadi. Yana bitta muhim savolga to'xtab o'tsak, bu ta'lim tili. Ta'lim tili ingliz tili yoki turk tilida bo'ladi. Agar ingliz tilini ham, turk tilini ham bilmasangiz, bu ham muammo emas. Universitetning o'zida 6 oylik yoki 12 oylik til kurslari mavjud. Bu ham o'zingiz harakatingizga qarab bo'ladi. Agar 6 oy ichida bemalol turk tilini o'rganib olsangiz, o'qishingizni, bakalavriatingizni davom ettirib ketsangiz bo'laveradi bemalol. Istanbulda Kent universitetida hozirda 1000 dan ortiq o'zbekistonlik talabalar o'qishadi. Bu juda ham yaxshi degani, chunki kontrakt hisobini qarasangiz, примерно O'zbekiston bilan Turkiya Istanbul Kent universitetining kontrakti примерно bir xil. Shuning uchun o'rtacha yaxshi, chiroyli, to'g'ri va sifatli ta'lim beradigan universitetlarning ichida birinchi o'rinda hozirda Istanbul Kent universiteti turadi. Shuning uchun kundan-kun o'zbekistonlik talabalarimiz imенно shu universitetni tanlashmoqda. Bu videomiz yakuniga yetmoqda. Keyingi ikkinchi qism videoda уже universitetimiz haqida ko'proq narxlar haqida aytib o'taman. Ya'ni kontrakt narxlari, sug'urta, aviabiletlar Toshkentdan, O'zbekistondan turib, Turkiya Istanbul shahriga borib, uyingizga joylashguningizgacha общий qancha rasxod ketishini hisoblab o'tamiz. Обязательно ikkinchi qismini ham tomosha qiling.